Biz bilgan Peter Pan aslida yaxshi bola bo'lmasa-chi? Keling, bugun biz mana shu haqida gaplashamiz. Ko'pchilik Peter Panni shunchaki uchadigan va hech qachon katta bo'lishni xohlamaydigan quvnoq bola deb o'ylashadi. Lekin internetdagi ba'zi bir qo'rqinchli teoriyalarga ko'ra, Peter Pan bolalarni Neverlandga olib ketadigan qahramon emas. Balkim ularni hayotdan olib ketadigan mavjud. Original kitobda muallif qahramon Peter Panni oddiy qahramon sifatida yozmagan. Dastlabki versiyalarda Peter Pan sovuqqon va juda xavfli qahramon edi. Hattoki kitobda bir jumla bor: Peter Pan bolalar katta bo'lishi bilan ularni yo'q qiladi. Ko'pchilik bu jumlani hazil sifatida o'qiydi, lekin ba'zi bir teoriyalarga ko'ra bu hech qanaqa hazil emas. Birinchi teoriyaga ko'ra, Peter Pan o'lim va abadiy bolalik ramzidir. U yo'qolgan yoki vafot etgan bolalarni Neverlandga olib ketadi. Eng qo'rqinchlisi esa Kapitan Hook u yerda yovuz qahramon emas. Kapitan Hook Peter Pandan bolalarni qaytarishga harakat qiladigan yagona yaxshi inson deb tushunishadi. Va mana shu teoriyalardan keyin ko'pchilik Peter Panga umuman boshqacha qarashni boshlagan. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va menga obuna bo'lishni unutmang.